Assalomu alaykum. Mana yana bitta zakazimiz ketyapti. Bu pechka Toshkentga zakaz qilingan. Toshkentga jo'nataveramiz hozir. Bu pechkamizni uzunligi 80 bo'ladi, bo'yi ham 80 bo'ladi. Mana bu joyi ekrani 39 ga 39 bo'ladi. 40 ga 40 joy tashab ketgan joyga tushaveradi. Bemalol. Bu pechkamizni bu yerdan devor urib yuborilsa, tashqaridan yoqilaveradi, ichkari savuna bo'lib isiveradi. Bu yerdan keyin hamma issiqlik ichkariga, hammomning ichiga, savunaning ichiga kiradi. O'tinlar ham uzun o'tinlar sig'oradi. Keyin mana bu yeriga tosh solib qo'yiladi polning. Suvni bu yerdan qo'yiladi. Suv quygandan keyin mana ichida qalin anaqadan turbadan qilingan o'tga chidaydigan bo'lib, cho'g' bo'lib qizib turadi. Shunday sirazi suv quyishiga par chiqadi, yaxshi rasa zo'r bo'lib, zo'r qilib qizitadi hammomning ichini.